tushsa yana qildirsa degan. Tushunadi, Yo'q, asrab qolamiz. Ho'p, unaqa qilmang. Qilamiz. Ularni fikriga yetolmayman. Ham kalcho qo'yib, ham tikib qo'yish kerak. Yo'q, biz qilamiz, harakat qilamiz. Ular nima deb o'ylasa, menimcha unaqa deb o'ylamasa kerak, juda ham yana bilmadim, odamlar bilib bo'lmaydi. Odamlar aytida hozir bilib bo'lmaydi to'g'risi. Tak, oyijonlar bizning egizaklarimiz ham nimani aytmoqchiman bu bilan sizlarga ko'rdinglarmi, sheyka ochilib ketgan. Egizakli homiladorlarimiz agar sheyklarda kaltalanish ketayotgan bo'lsa, srochniy baribir srochniy emas, baribir kalcha qo'ydirib olinglar. Egizaklarda sheyka kaltalanishi ochilib ketishiga sabab bo'ladi. O'tgan safar kaltalanyapti, oyisi kalcha qo'ydirish kerak, vrachingiz bilan maslahatlashing deganimizda mana bo'lmagan, ochilib ketgan.